bel disk churrasining, ya'ni umurtqa disk churrasining paydo bo'lishi ikkita umurtqa orasidagi disk qavatini zaiflashib qolishi yoki tashqi qismini yorilishi natijasida o'rta qismidagi yumshoq jelesimon qismi ajralib chiqishi natijasida paydo bo'ladi. Bu ajralib chiqqan qism asab, ya'ni nerv tolalarini siqib qolishi natijasida bel sohasida va beldan tashqarida oyoqlarda og'riq paydo bo'ladi. Bu bel sohasida disk churrasining paydo bo'lishi kelib chiqish sabablari doimiy og'ir yuk ko'tarish, noto'g'ri o'tirish, uzoq vaqt kun davomida ish jarayonida noto'g'ri harakatda bo'lish, noto'g'ri yuklama berish va organizmda kalsiy, fosfor, makro, mikro elementlarning almashinuvi buzilishi, gormonal narusheniya bo'lishi hisobiga va ortiqcha tana vazn hisobiga kelib chiqadi. Bu kasallikning asosiy belgilari bel sohalarida og'riq, bel yonbosh sohalarida og'riq, og'riqlarning oyoqqa irrigatsiyasi, ya'ni oyoqlarga berishi, tortishib og'rishlari kuzatiladi. Chuqur, ya'ni disk churrasining katta hajmda siqib qolishi esa siydik ushlolmaslik va oyoqlarda sezuvchanlikning yo'qolishini keltirib chiqaradi. Bel disk churrasini oldini olish, ya'ni shu disk churrasini profilaktikasi bu asosan bel sohasida qilinadigan har kungi gimnastikalari va organizmda har kun iste'mol tarkibidagi kalsiy, fosfor yetarlicha bo'lishi va to'g'ri o'tirish, to'g'ri harakatlanish, ortiqcha vazn yig'maslik sabablari kelib bo'lishi mumkin. Sizda bel sohasida og'riq, ya'ni belda disk churrasi paydo bo'lgan bo'lsa, quyidagi telefon raqamiga murojaat qiling.